Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 10-qism darsimiz xush kelibsiz. Bu qismda biz listeningga butun metodlarni yoki funksiyalarini tanishib chiqamiz. Undan so'ng yangidan bir Python fayl quray. List methods. Biz listeningga yoki xohlagan bir soliq ma'lumot tipining qanday metodlari yoki funksiyalari borligini o'rganish uchun qanday qildik? Bunun o'zim bir metod amaliyotda yoki funksiya, ikkilisi o'xshash bir gap. Then Python to'qishnaqa. Masalan, my list deb bir list qo'ysam 5 kishi. Buningki qanday funksiyalarining borligini qanday qilamiz? My list. Buni yurgizsam qaraydigan bo'lsak, buningki hamma metodlarini chiqarib berdi. Listning o'zi. Ostidan append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort deganimiz qanda. Shu listningki soliq ma'lumot tipi listningki metodlari yoki funksiyalari. Metod deb turaylik hozircha. Methods. Biz bundan appendni ko'rdik shunaqa. Appendni bir nimani qo'shgan chaqda listga. Mushning hammasini bilgan. Tanishib chiqamiz. Ammo ustidagi nima degan chaqda bu bir metodlari buni keyin o'rganamiz. Ammo biz ko'p uchraydigini mana shu eng keyindikilar. Unda esa mana shu appenddan boshlay. Append degan metod nima ishlatamiz deganda birinchisi append. Bu metodni mushu listning oxiriga bir yangi element qo'shish uchun ishlatamiz. Listning oxiriga yangi element qo'shish ishlatamiz. Masalan, mana my list qo'ygu 5 kishi ekan-ku. Biz yana birini qatmoqchi bo'lsak, append keyin qanda 6 deylik yoki 6 lam emas 45 desak, bu listga keyiniga bu 45 qaytildi. Bunun keyiniga qanda 45 qaytildi. Qas biz buni besib chiqarsak my list mani comment day va men birinchisini selishtirish uchun qanda birinchi my listni besib chiqaray. Besib chiqarsam 5-qor bilan 9-qor besib chiqarsa qanda mana asldagi listni besib chiqardi. Keyin biz append orqali 45ni bosib kirgizgandan keyin bu 45ni oxirga bu append listning oxiriga qatadi degan gap. Ondan shu appendga o'xshaydigan ya'ni 2 metod bor. Element qatadigan. Ularni qisqacha tanishib olsak, mana birinchisi append shunaqa. Ikkinchisi appendga o'xshab ketadigan nima deganda insert. Append faqat mush listning oxiriga qatildi. Bir nimani qatmoqchi element qatmoqchi bo'lsak, oxirga qatamiz. Lekin insertda biz ko'zlagan indeksga qatalaymiz. Masalan, oldiga, keyiniga mana 0 indeks degan qanda 0 dan boshlanadi degandim shunaqa. Mana 1 bo'lgan bilan 0 1 2 indeks boshlandi. Masalan, biz maningga asldagisiga birinchi indeksga birinchi indeks qanchinchi elementda? Ikkinchi elementda. Mana 2 ni o'rniga 5 ni 5 ni kirgizay o'rniga. Unda esa qanday qilamiz deganda my list insert bu bir metodda 2 ni o'rniga 2 qanchinchi indeks? Birinchi indeks 0 1.
Çünkü indeks 0'dan başlandı degandim. Şunaqa 0 1 2. Demek ikkinchi qanchinchi indeksning 1. 1. Onun qanchini? 5 ni kirgizma. Buni besib chiqarsak 14-chi qurqarsak qanda besib chiqqan buni 5 ni 2 ning o'rniga kirgizdi. 2 yo'qolib ketmadi, faqat keyingi surildi. Har bir qitim kirgizsak birdan qanda elementning soni oshirib yo'qotadi. Mayli append olsun, insert olsun. Append bilan insertning farqi qanda? Appendda bu listningki eng oxirgi qitildi. Va insertda xalga yaqasak bo'ldi. Andan yana bir metod var bu ikkisiga o'xshab ketadigan. O qaysi degan chaqda extend mana ikkinchiday. Üçüncüsü extend method. Bu insert bilan append metodlar qaraganda farqi nima deganda birdan ortiq elementni kirgizib bo'ladi. Xuddi listning ichiga list shaklda kirgiza olamiz. Ammo appendga o'xshash listning eng oxirgi qismida. Masalan, mylist extend buni chiqqanda 5 yoki 6 element mivas kirgiza olamiz. Insert ve append faqat bir lam. 6, 56, 43. Xalqanchdan buni kirgizyapman. Mushni kirgizgil bo'ldi. Şunu biz listni qanda mutable deymiz. O'zgartkil bo'ldigan. Len yil uzunlik qanda iniq emas. Muqim emas demek. Iniq emas debdimi? My list besib chiqarsak, buni besib chiqarishdan burun men sizlarga lenni bir eslatib o'tay. Len qanda qancha element borligini tepib chiqadigan. Endi bu mamliyati bir nima? Bu bir metod. Izute len qancha element borligini tepib chiqadi ichida. Das buni besib chiqarsak, qaraydigan bo'lsak 19-qor va 22-qordagi print besib chiqargan qanda 19-qorda mushning hammasi mylist qatori kirgizilyapti. Ma extend metod sababidan andan keyin buning jami qancha element bo'ldi ichida 12. Sansak qanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sanab yurgandan ma len degan metoddan foydalanamiz. Lekin esinglarda bo'lsin, bu 12 element olgan bilan index, ya'ni ko'rsatkich degan gap 0 dan boshlandi. Shunga ma bu 0 1 2 qanda 12-chi yani 100 qanchinchi elementi 12-chi elementi, lekin qanchinchi indeksi ma farqi bekmayim. 11-chi indeksi. Ondan sonra keyingisi bu da uygundigan 2 metodni bir aqlam yozaman. Chunki u mo o'xshash, ikkisi o'xshab ketadi. 5-inchisi qanda remove yo'tkab ilivitish degan gap ma'nosi. 6-inchisi clear tozalash degan gap. Bu ikkisiningki ma'nosi o'xshash, ammo remove bilan clear ning farqi bor. Remove da xalqan bir elementni ilivitib oldi, bir lama. Masalan, my listki 100 ma 100 ni ilivitib, eng oxirgi elementini. My list remove 100. Hozir mushningdiki qanda 100 ni ilivitimiz. Bu vaqtda ilivitgandiki my list tugidi. Hamda clear. Clear qanda deganda mush har qanday listning ichidagi hamma elementni yuyib o'tadi. Tugaydi. Ishim qolmaydi. Tozalab o'tadi demakchi. Ma qanda bir yurgizib olsak ham ishim qolmaydi. Hozir diqqat qilinglar, 27-qordagi bilan 32-qordagisi. Ma'noda faqat 100 lam aslidagi ma 100 yo'qaydi, ilivitimiz. 100 yoki har qancha birini olsak ilivitadi. Ma'noda hammasi yuyilib ketadi. Unda yurgizsam 27-qordagisiga qarasak, ma 100 ni ilib olsak qanda qarang mana 89 qishlam qoldi.
Ma 100 asildiki ma 100 chiqib ketdi chunki remove metodini foydalanib yuvib etdik. Ammo ma clear metodidan foydalanib 32-chi qurda qanday hech nima qolmadi ma. O'zi quruqlanib qoldi degan. Bugungi darsim shugacha. Hozircha 6 metod o'rgandik. Qolgan davomini kelar soatlik dars o'tamiz. Shu kelar soat listning barliq metodlari tugaydi. Qayt mashq qilinglar savoqdoshlar. Qayt mashq qilinglar. Bir yak yezib qayt mashq qilinglar. Men hozir faqat sonlamab berdim, yana string, andan keyin almashtirib, harf yoki almashtirib bersam bo'lardi.